Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Men sizlar bilan Immuniy kompaniyasini zubnoy pastasi bilan bo'lishmoqchiman informatsiyani. Shu zubnoy pasta bizda yo'lda bugun mana Shanxayda birga yuradi, doim shotkasi bilan birgalikda sotadi kompaniyani zubnoy pastasi. Bular shunchalik tabiiyligidan tomog'imiz og'risa, endi yo'lda bo'ladi, sovuq suv ichib qo'yasiz, issiq sovuq bo'ladi, yalaysiz, burningizga surasiz. Shuni nasmurtlarni ketkazadi. Tomoq og'risa, tomog'ingizga yalasangiz, tomog'ingiz og'rib ketadi. Juda ham effektivniy, zo'r produkt. Buni tishimizni yuvish uchun olamiz, to'g'ri, lekin bu tomonlama ham ishlatib, effektini zo'r ko'ryapmiz. Yana bitta fishkasini aytib o'tmoqchiman. Qanaqa yaralar bo'lsa, yaralarni bitkazadi. Shu omad tilayman hammalaringizga. Zubnoy pastasidan unumli foydalaninglar.